Siz hech o'zingizni omadsiz yoki Landover deb his qilganmisiz? Nega boshqalar chopib ketadi-yu siz o'sha joyda tepsinib turgandeksiz? Balki ayb sizning iqtidorsizligingizda emasdir, balki hamma gap sizning tug'ilgan kuningizdadir. Bugun men sizga muvaffaqiyat haqidagi eng katta yolg'onni ochib beraman. Bizga kim qattiq mehnat qilsa o'sha yutadi deyshadi. Lekin Malcolm Gladwell isbotlaydiki, dunyo ancha adolatsizroq tuzilgan. Buni tushunish uchun biz muz maydoniga, Kanadadagi xokkey ligasiga borishimiz kerak. Kanadada xokkey bu juda muhim. Eng kuchli xokkeychilar o'sha yerda tug'iladi. Lekin qarang, professional xokkeychilarning ro'yxatiga qarasangiz hayratlanarli bir narsani ko'rasiz. Ularning deyarli hammasi yilning birinchi choragida, yanvar, fevral yoki martda tug'ilgan. Nega? Yanvar oyining havosi xokkeyga mosmi? Yo'q. Gap shundaki, Kanadada bolalarni xokkey guruhlariga saralashda cut-off date, ya'ni chegara kuni 1-yanvar. Tasavvur qiling, 2 nafar 9 yoshli bola. Bittasi 2-yanvarda tug'ilgan, ikkinchisi 30-dekabrda. Jismoniy nuqtai nazardan yanvarda tug'ilgan bola dekabrdagidan deyarli 1 yilga kattaroq. U balandroq, u tezroq, uning koordinatsiyalari yaxshiroq. Murabbiy ularga qaraydi va dekabrdagi bolani emas, yanvardagi bolani iqtidorli deb belgilaydi. Uni elita guruhiga qo'shadi. Unga eng yaxshi murabbiyni beradi va haftasiga 2 marta emas, 5 marta mashq qiladi. Oradan 5 yil o'tgach, yanvarda tug'ilgan bola dekabrda tug'ilgan boladan 10 barobar kuchliroq bo'lib ketadi, lekin bu uning daholigida emas. Bu tug'ma qobiliyat ham emas. Unga 9 yoshida berilgan 11 oylik imkoniyat tufayli. Bu hodisaga sotsiolog Robert Merton nom bergan Matvey effekti. Ya'ni kimda bor bo'lsa unga yana beriladi va u boy badavlat bo'ladi. Kimda yo'q bo'lsa, bori ham undan tortib olinadi. Muvaffaqiyat bu chiziqli harakat emas, bu accumulative advantage, ya'ni kichik bir boshlang'ich ustunlik vaqt o'tishi bilan ulkan farqqa aylanadi. Matematik tilda bu shunday ko'rinadi. Muvaffaqiyat barobar boshlang'ich imkoniyat n daraja. Bu yerda n daraja vaqt va takrorlanuvchi imkoniyatlar soni. Hozir o'ylab ko'ring. Bu men haqimda emas deysiz-a? Keling, maktab davrini eslaymiz. Sinfda bitta bola bor edi. U har doim darslarni tezroq tushunardi. Balki u sizdan aqlli bo'lmagandir. Balki maktabga chiqishidan oldin ota-onasi unga o'qish, yozishni o'rgatgandir. U darsda birinchi bo'lib qo'l ko'tarardi. O'qituvchi uni maqtab, zukko dedi. Bu maqtov unga ishonch berdi. Ishonchi borligi uchun u uyiga borib ko'proq dars qildi. Keyingi safar u yanada aqlliroq bo'lib ko'rindi. Siz esa o'sha kuni qaysidir mavzuni tushunmay qoldingiz. O'qituvchi sizga yaxshi tayyorlanmabsan dedi. Bu sizning ishtiyoqingizni so'ndirdi. Siz men matematik emasman, matematik bo'lmayman deb qaror qildingiz va harakatni to'xtatdingiz. Aslida boshida farq bor yo'g'i 5% edi. 10 yil o'tib esa u daho, siz esa o'rtacha odamsiz. Pul bor odam investitsiya qiladi, uning puli ko'payadi. Puli yo'q odam esa faqat iste'mol qiladi va yanada qashshoqlashadi. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Demak, men dekabrda tug'ilgan bo'lsam yoki boshida imkoniyatim bo'lmasa, tamommi? Degan savol tug'iladi. Matvey effektining bitta siri bor. Agar siz ushbu qonunni bilsangiz, o'yin qoidasini o'zgartirish mumkin. Agar sizda boshlang'ich ustunlik bo'lmasa, siz o'z muhitingizni o'zgartirishingiz kerak. Siz kichik g'alabalarni to'plashingiz shart. Bill Gates shunchaki daho bo'lgani uchun Bill Gates bo'lmadi. U 1968-yilda dunyoda deyarli hech qayerda bo'lmagan kompyuter terminaliga ega maktabda o'qish imkoniyatiga ega edi. U Matvey effektining to'g'ri tomoniga tushib qolgandi. Bugun o'zingizga savol bering, men hozir qaysi yo'lakdaman? Agar yo'limda imkoniyatlar yo'q bo'lsa, men o'sha 1%lik ustunlikni qayerdan topishim mumkin? Zukkolar va landavurlar orasidagi farq bu ko'pincha mehnatda emas, o'sha birinchi imkoniyatni mahkam ushlashda. Sizning hayotingizdagi o'sha yanvar oyi qachon bo'lgan yoki u hali oldindami? Izohlarda kutaman. Sizga bir sirni ochaymi? Dunyodagi eng muvaffaqiyatli odamlar siz daho deb o'ylaydigan shaxslar aslida sizdan 10 barobar aqlli emas. Ularning miyasi boshqacha yaratilmagan. Ular shunchaki bir narsani hammadan yaxshiroq tushunishgan. Muvaffaqiyat bu lotereya emas, balki matematika. Bugun biz tug'ma iste'dod degan pardani yirtib tashlaymiz va dunyo darajasidagi mahoratga olib boruvchi yagona yo'lni 10,000 soat qoidasini tahlil qilamiz. Agar siz bu raqamni eshitmagan bo'lsangiz, tayyor turing. Hayotingizga bo'lgan qarashlaringiz o'zgaradi. 1968-yil Bill Gates daho bo'lgani uchun Microsoft'ni qurdimi? Yo'q.
U o'qigan maktabda dunyodagi juda kam sonli kompyuter terminallaridan biri bor edi. Lekin gap faqat foydalanish huquqida yoki kompyuterda emas. Bill Gates va uning do'stlari o'sha terminalda ishlash uchun har qanday imkoniyatni izlashgan. Ular hattoki Washington universiteti kompyuterlaridan foydalanish uchun tungi soat 3 larda hamma uxlaganda borib kod yozishgan. U 19 yoshida kollejni tashlab o'z kompaniyasini boshlaganida uning ortida 7 yillik uzluksiz mehnat bor edi. U o'sha paytda dunyodagi deyarli hech bir dasturchi yetib bora olmagan sehrli chegarani, ya'ni 10,000 soatli amaliyotni bosib o'tib bo'lgan edi. Dunyo uni daho deb atadi. Aslida esa u shunchaki hammadan ko'proq soat to'plagan edi. Keling yaqinroq misolga qaraylik. Janubiy koreyalik Son Hyun-min odamlar uning chiroyli gollarini ko'rishadi, lekin uning otasining bitta qattiq qoidasi bor edi. Son 16 yoshga to'lgunga qadar bitta ham rasmiy o'yinda ishtirok etmagan. Nega? Chunki u har kuni soatlab faqat bazaviy mashqlarni bajardi. Otasi unga o'yinlarda qatnashishga ruxsat bermay, faqat va faqat texnika ustida ishlashga majbur qildi. Son yulduz bo'lib chiqqanida uning oyoqlari, ko'zlarisiz ham qayerga tepishni bilardi. Bu iqtidor emas, bu minglab zerikarli soatlarning mahsulidir. Xo'sh, bu 10,000 soat o'zi nima? Tadqiqotchilar shuni aniqlashdiki, har qanday murakkab sohada muzika, dasturlash yoki sport jahon darajasidagi ekspert bo'lish uchun aynan shu miqdordagi vaqt kerak. Keling hisoblab ko'ramiz. Agar siz kuniga 3 soatdan shug'ullansangiz, sizga 10 yil kerak bo'ladi. Agar bu sizning to'liq ish kuningiz bo'lsa, kuniga 8 soat, sizga taxminan 5 yil kerak bo'ladi. Lekin bitta sharti bor. Bu soatlar o'lik soatlar bo'lmasligi kerak. Siz shunchaki vaqt o'tkazmaysiz. Siz har bir soniyada o'z xatolaringizni to'g'rilaysiz. Buni ataylab qilingan mashq, ya'ni deliberate practice deyiladi. Muammo shundaki, 10,000 soat juda uzoq yo'l. Inson miyasi uzoq muddatli natijani ko'rmasa, tezda taslim bo'ladi. Biz aynan shu sababli Sahifalab.uz platformasini yaratdik. Siz platformaga kirganingizda u yerdagi Study with Sahifalab taymeri sizning shaxsiy muvaffaqiyat muhandisingizga aylanadi. Siz dars yoki ishni boshlaganingizda uni yoqasiz. Tizim sizning deep work, ya'ni chuqur ishlash soatlaringizni soniyalarigacha hisoblab boradi. Siz yolg'iz emassiz. Saytda boshqa odamlar bir necha soat to'plaganini ko'rasiz. Boshqalarning 500,000 soatlik natijasini ko'rib, sizda ham sog'lom raqobat uyg'onadi. Siz o'sha 10,000 soatlik yo'lda yolg'iz emasligingizni his qilasiz. Muvaffaqiyat bu tasodif emas. Bu sizga berilgan imkoniyatni mahkam ushlab, unga 10,000 soatlik mehnatni qo'shishdir. Video tugaganidan so'ng o'zingizga savol bering. Men bugun o'z maqsadim uchun necha soat sarfladim? Agar javobingiz sizni qoniqtirmasa, Sahifalab.uzga kiring, taymerni yoqing va birinchi soatingizni boshlang. Esingizda bo'lsin, daho bo'lish shart emas. Daho bo'lish uchun yetarli soatlarni yashash shart. Sizningcha hozir siz o'z sohangizda nechinchi soatdasiz? Izohlarda yozing. Dunyodagi eng aqlli noma'lum odam. Tasavvur qiling, bir inson bor. Uning IQ darajasi 195 ga teng. Bu nima degani? Einsteinning IQ darajasi taxminan 150 bo'lgan. Demak, bu odam Einsteindan ham aqlliroq. U 6 oyligida gapira boshlagan. 4 yoshida esa fizika kitoblarini o'qigan. Sizningcha u qayerda? NASA boshlig'imi? Nobel mukofoti sovrindorimi? Yo'q. Uning ismi Chris Langan va u umrining ko'p qismini fermada ot boqish va tungi klublarda qo'riqchi bo'lib ishlash bilan o'tkazdi. Nega? Qanday qilib dunyodagi eng aqlli miya hech qanday muvaffaqiyatga erishmadi? Bugun biz daholik haqidagi afsonani parchalaymiz. Gradwell bir qiziqarli haqiqatni ochib beradi. IQ darajasi xuddi basketbolchining bo'yiga o'xshaydi. Agar bo'yingiz 150 cm bo'lsa, siz professional basketbolchi bo'la olmaysiz. Lekin bo'yingiz 190 cm ga yetganidan keyin yana 5 cm qo'shilishi sizni avtomatik ravishda yulduzga aylantirmaydi. Muvaffaqiyatda ham shunday. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonning IQ darajasi taxminan 120 ga yetgungacha muhim. Bu ko'rsatkichdan o'tganingizdan keyin har bir qo'shimcha ball sizning muvaffaqiyatingizga deyarli ta'sir qilmaydi. Ya'ni IQ darajasi 130 bo'lgan odam va 180 bo'lgan odamning Nobel mukofoti olish imkoniyati bir xil. Xo'sh, unda farqni nima belgilaydi? Nega bitta daho dunyoni o'zgartiradi, ikkinchisi esa oddiy fermer bo'lib qolaveradi? Bu yerda Malcolm Gladwell ikkinchi
turdagi intellektni o'rtaga tashlaydi. Amaliy intellekt, practical intelligence. Chris Langan juda aqlli edi, lekin u odamlar bilan qanday gaplashishni bilmasdi. U o'z haq-huquqini talab qila olmasdi. Tizim bilan kelisha olmasdi. Endi atom bombasi otasi Robert Oppenheimerga qarang. U ham daho edi, lekin bir marta u o'z professorini zaharlashga uringan. Ha, haqiqatdan ham. Uni universitetdan haydashmoqchi bo'lganida Oppenheimer o'zining amaliy intellektini ishlatgan. U rektor bilan shunday gaplashganki, uni haydash o'rniga psixiatr yordamiga yuborishgan. Oppenheimer odamlarni qanday ishontirishni, qachon tabassum qilishni va qanday qilib o'z manfaatini himoya qilishni bilardi. Bu kitobdan o'rganiladigan narsa emas, bu ijtimoiy mahoratdir. Chris Langan kambag'al, tartibsiz oilada o'sgan. U kattalar bilan tortishish mumkin emas degan muhitda katta bo'ldi. Oppenheimer esa boy, ziyoli oilada o'sdi. U bolaligidanoq o'z fikrini aytishni va dunyo uning atrofida aylanishini o'rgandi. Xulosa, muvaffaqiyatli zukko bo'lish uchun sizga nafaqat yuqori IQ, balki ijtimoiy bilim ham kerak. Agar sizda faqat kitobiy bilim bo'lsa-yu, uni boshqalarga yetkazishni bilmasangiz, siz noma'lum daho bo'lib qolaverasiz. Agar siz o'zingizni yetarlicha aqlli emasman deb o'ylasangiz, xotirjam bo'ling. Siz daho bo'lishingiz shart emas. Sizga 120 ballik IQ va kuchli amaliy intellekt yetarli. Odamlar bilan gaplashishni o'rganing. Tizim qanday ishlashini tushuning va eng muhimi, o'z bilimingizni yerto'lada saqlamang. Hozir videoni o'chirib, Sahifalab UZdagi jamoamizga nazar soling. Bugun kimdir bilan foydali ma'lumot almashing. Bu sizning amaliy intellektingiz uchun birinchi mashq bo'ladi. Sizningcha hayotda qaysi biri muhimroq? Kitobiy bilimmi yoki odamlar bilan kelishish qobiliyatimi? Izohlarda o'z amaliy fikringizni yozing. Tasavvur qiling, siz samolyot kabinasidasiz. Tashqarida yomg'ir, ko'rinish darajasi 0. Siz yordamchi uchuvchisiz. To'satdan kapitan xato qilayotganini ko'rib qoldingiz. Agar hozir u samolyotni burmasa, bir necha soniyadan keyin siz qoyaga urilasiz. Siz nima qilasiz? To'xtang. Noto'g'ri ketyapsiz deb baqirasizmi? Agar siz 1990-yillardagi koreys uchuvchisi bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz shunchaki "Kapitan, bugun yomg'ir juda ko'p yog'yapti-ya" deb qo'yasiz. Va bir necha soniyadan keyin samolyot halokatga uchraydi. Nega? Nega professional uchuvchi o'z o'limini ko'rib tursa-da, haqiqatni ayta olmadi? Bugun biz muvaffaqiyatning yashirin dushmani, madaniy meros haqida gaplashamiz. 1990-yillarning oxirida Korean Air aviakompaniyasi dunyodagi eng xavfli kompaniya hisoblangan. Ularning samolyotlari kutilmaganda halokatga uchrayverardi. Sababi texnikada emas edi. Sababi koreys madaniyati edi. Sotsiolog Gert bir tushunchani kiritgan. Hokimiyat masofasi indeksi PDI. Ba'zi madaniyatlarda, masalan Koreya, Kolumbiya yoki O'zbekiston, iyerarxiya yoki ingliz tilida hierarchy juda kuchli. Biz kattalarga, boshliqlarga gap qaytarmaslikni, andishali bo'lishni muqaddas bilamiz, lekin samolyot kabinasida andisha bu o'lim. Yordamchi uchuvchi kapitanning xatosini to'g'ridan to'g'ri aytishga andisha qilgan. U yumshatilgan nutqdan foydalangan. U xato qilyapsiz deyish o'rniga kapitan havo biroz noqulay shekilli deb ishora qilgan. Kapitan esa uni eshitmagan. Korean Air qanday qilib dunyodagi eng xavfsiz kompaniyaga aylandi? Ular uchuvchilarini o'zgartirishmadi. Ularning muloqot madaniyatini o'zgartirishdi. Ularga ingliz tilini o'rgatishdi. Nega? Chunki ingliz tilida hierarchy, ya'ni iyerarxiya kuchli emas. Siz va senning farqi yo'q. Ingliz tilida gapirayotgan koreys uchuvchisi o'z madaniyatidagi o'sha andisha zanjiridan qutuldi. U endi kapitanga "Sir, yo'nalishni o'zgartiring" deb ayta oladigan bo'ldi. Qizig'i, muvaffaqiyat bu nafaqat iqtidor, balki sizni o'rab turgan madaniyat bergan yashirin buyruqlardan ozod bo'lishdir. Nega osiyolik bolalar matematikada dunyoda birinchi? Ularning miyasi boshqachami? Yo'q. Gradwell aytadi, hamma gap sholi dalalarida. Sholi yetishtirish bu juda qiyin va sabr talab qiladigan ish. Osiyo dehqoni asrlar davomida mehnat qilsang albatta natija bo'ladi degan falsafa bilan yashadi. G'arblik bola matematik masalani 2 daqiqa yecha olmasa uni tashlab yuboradi. Osiyolik bola esa uning ustida 15 daqiqa o'tiradi. Matematika bu iqtidor emas, bu sabr. Sizning ajdodlaringizdan qolgan mehnatsevarlik merosi bizni bugun zukko qilyapti. Siz kimsiz? Sizning ajdodlaringiz kim bo'lgan?
Bu savollar sizning bugungi muvaffaqiyatlaringizni belgilaydi. Lekin siz o'z madaniyatingizning asiri emassiz. Siz uni tushunsangiz,gina uni boshqara olasiz. Bugun o'zingizga savol bering. Qayerda andisha qilib o'z foydamga gapirmay qoldim? Qaysi joyda o'zimni landovurdek his qilib savol bermadim? Zukkolar bu shunchaki aqlli odamlar emas, bu o'z madaniyatini yengib, yangi yo'l chizgan jasurlardir. Tasavvur qiling, 12 yoshli qizaloq. Ismi Marita. Ertalabki soat 5:45. Hamma tengqurlari shirin tushlar ko'rib uxlab yotgan bir paytda Marita uyg'onadi. U nonushta qiladi va avtobusga chiqadi. U maktabdan kechki soat 5 da qaytadi, uyga kelib soat 11 gacha dars qiladi. Marita daho emas. U boy oiladan emas. U shunchaki Nyu-Yorkning eng kambag'al tumanida yashaydigan oddiy o'quvchi. Lekin u bitta kelishuvga imzo chekkan. U o'z bolaligini, o'yin kulgusini va bo'sh vaqtini bitta narsaga almashgan, kelajakdagi muvaffaqiyatga. Bugun biz siz bilan nima uchun ba'zi odamlar doim yuqorida, ba'zilari esa pastda qolishi haqida eng achchiq haqiqatlarni gaplashamiz. Tayyor turing, bu bob sizning dam olish haqidagi tasavvuringizni ostin-ustun qilib yuboradi. Gradwell bir g'alati tadqiqotni o'rganadi. Nega boy oilalarning farzandlari kambag'al oilaning farzandlaridan yaxshiroq o'qiydi? Miya quvvati har xilmi? Yo'q. O'quv yili davomida ikkala toifa ham bir xil tezlikda bilim oladi. Farq yozgi ta'tilda yuzaga keladi. Boy bolalar yozda kitob o'qiydi, lagerlarga boradi, repetitorlar bilan shug'ullanadi. Kambag'al bolalar esa shunchaki televizor ko'radi yoki ko'chada o'ynaydi. 3 oylik tanaffusdan keyin boy bolalar 3 qadam oldinlab ketgan. Kambag'al bolalar esa o'rganganlarini ham esdan chiqargan bo'ladi. Muvaffaqiyat bu to'xtovsiz harakat. Agar siz to'xtasangiz, siz shunchaki joyingizda qolmaysiz, siz orqaga ketasiz. Marita o'qiydigan akademiya bu muammoni qanday hal qildi? Ular daho qidirishmadi, ular shunchaki vaqtni ko'paytirishdi. Marita o'qiydigan akademiyada darslar ertalabdan kechgacha davom etadi. Shanba kuni ham dars bor. Yozgi ta'til esa juda qisqa. Gradwell aytadi, Osiyolik dehqonlar Sholi dalasida yiliga 3000 soat ishlashgan. G'arb dehqonlari esa yarim yil dam olishgan. Shuning uchun osiyoliklar matematikada kuchli. Marita va uning do'stlari ham shunday. Ular daho emas. Ular shunchaki boshqalardan ko'ra ko'proq vaqtni dars ustida o'tkazishadi. 10,000 soat qoidasi aynan mana shu yerda ishlaydi. Marita o'zining 12 yoshli umrida bitta haqiqatni tushunib yetgan. Agar men zukko bo'lishni xohlasam, men o'z vaqtimni sotishim kerak. U kechalari uxlab qolmaslik uchun yuziga sovuq suv uradi. U do'stlari bilan ko'chada bemaqsad aylanmaydi. Bu juda og'ir kelishuv, lekin Gradwell aytganidek, muvaffaqiyat bu tasodif emas. Bu fidoyilik. Agar sizga muvaffaqiyat osonlikcha keladi deyishsa ishonmang. U sizdan vaqtingizni va e'tiboringizni so'raydi. Malcolm Gladwellning Zukkolar va landovurlar kitobi bizga bitta buyuk darsni berdi. Zukkolik bu miya hujayralarida emas. Zukkolik bu imkoniyat, madaniyat va ulkan mehnatning uchrashgan nuqtasida. Marita o'z kelishuvini imzoladi. Bill Gates o'z 10,000 soatini yashab o'tdi. Koreys uchuvchilari o'z madaniyatini yengib o'tishdi. Sizchi, siz bugun nimalarni qurbon qilib, ertangi kunni sotib olishga tayyorsiz? Yozgi ta'tilda uxlab qolasizmi yoki sahifalabda o'z cho'qqingiz sari intilasizmi? Tanlov sizda. Biz esa har doim sizning soatlaringizni hisoblashga va siz bilan birga o'sishga tayyormiz. Sizningcha muvaffaqiyat uchun eng katta qurbonlik nima? Bu vaqtmi, uyqumi yoki o'yin kulgumi? Izohlarda yozib qoldiring. Sahifalab birgalikda rivojlanamiz.